alaykum. Biz Surxondaryo viloyati Sherobod tuman Uzunsoy mahallasi Xatar qishlog'ining fuqarolari yig'iltiramiz. Yig'ilishimizdan maqsad mana shu ko'rib turganlaringizdek mana shu suvdan elimiz iste'mol qiladi. Bu suv ichishga yaroqsiz. Molimiz ham ichadi bundan, qo'y ham surib qo'ylar ham ichadi. Bu itlar ham ichadi. Suv chayinimiz ham hammasi mana shu suvdan. Bizning yig'ilishimizdan maqsad Mirziyoyeva Said opa Shavkatovnaga iltimosimiz bor. Bizning xalqimizda mana shu toza ichimlik suv bilan ta'minlashlarini elimiz nomidan so'raymiz. Bizga mana shu Bog'liqdara masividan loyihalashtirilgan Olmabloq suvini olib berishlarini iltimos qilib so'raymiz shu haqida. Chiqishdan. Bu Bog'darani Olmabloq suvi shunday kelyapti, 2 kilometrga keladi, shunday saloqqa to'kilib, befoyda shunday tosh torasiga kirib ketyapti. Shu suvni olib chiqib berishlarini iltimos qilib so'raymiz haqida. Mana shu odam ham 72 ga kirgan dastyorlari hammalari bolalari ishga ketgan, ish yo'q qishloqda, bu yoqqa ishga borgan. Shu o'zi suv toshiydi, 72 yoshga kirgan. Masofa 10 kilometrdan uzoqdan borib suv olib keladi. Qanday yormasin? To'g'ri. Necha kilometrdan borib olib kelasiz? 6 kilometr. 6 kilometrdan. Daryodan ishlang bo'lmaymi? Daryoda foyda qilsa to'g'ri. Qanday to'g'ri qaror qilyapsiz. Adres qilamiz, shu bo'ladi. Bas Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Xatar qishlog'ida Uzoy mahallasi Xatar qishlog'ida yashovchi aholi nomidan shu mahallaga ta'alluqli bo'lgan Laylagan Xo'jayg'or qishlog'i aholisi nomidan iltimos qilmoqchimiz. Ichimlik suvimiz butunlay yaroqsiz bo'lib qolgan, daryomizdan oqadigan suv. Mana shu suvni iste'mol qilish darajasi ifloslanib ketganligi uchun Bog'dara Xatar qishlog'iga tashlangan Bog'dara masjididagi Olmabloq suvini olib kelib iste'mol qilish uchun olib kelish loyihalashtirilgan edi. Shu ish amalga oshmay turibdi. Olmabloqdan oqib kelayotgan suv bevosita, befoyda shag'al ichiga singib ketyapti. İnson manfaati yo'lida befoyda isrof bo'layotgan suvni aholining iste'mol qilinishi uchun olib kelib berishga yordam berishga iltimos qilaman.